Gapir, nima qilyapsan? Javobimni bering, ketaman. Ket, javob senga. Bemalol. Bolalarimni ham olib ketaman. Nima? Nima? Bolalarni ham olib ketaman. U meni bolalarim. Ha, yo'q-e. Meni aloqam yo'qmi bolalarga? Yo'q. Bu uyga qandoq kelgan bo'lsang, shundoq ketasan. 4 ta ko'rpang bilan 2 ta ko'ylagingni olginda ketavergin. Qandoq kelgan bo'lsang. Yaxshi. Qandoq kelgan bo'lsam unda, shundoq holimga qaytarib bering. A? Ana doktorlarga borsang, $500 bersang, o'zingni o'sha eski kelgan holatingga qaytarib qo'yishadi. Tushundingmi? Boshimni og'ritma, bor ket. Bolalar qoladi. Sendaqa jinni ona bilan yashamaydi bolalarim. Tushundingmi? Men siz bilan ajrashaman. Bolalarni ham ko'rsatmayman. Qarang a. Sen hal qilasanmi ko'rish ko'rsatmaslikni? Mayli. Sudga beraman. Bolalar kimda qolishini o'zi hal qiladi. Xo'p. Lilingiz bilan tushgan rasmlaringiz bor. SMSlaringiz bor. Ha, yo'q-e. Xotinboz otada qolarmikan yo onadami? Nima deb o'ylaysiz? Qara-ya. Ha, bu davlat qaramas ekanmi? Bola o'g'irlagan, o'zini jinnilikka solgan, sal qolsa Moskvada fohishalikka sotilib ketgan onaga bolani berib qo'yar ekanmi? A, unga qaramas ekanmi? Sen nimaga chiqib olib boshimni qotiryapsan? Sen bitta oynaga qaragin, qanaqa onaligingni, qanaqa insofsizligingni ko'rasan. Ko'rgin? Sen iymoningni shaytonga sotib yuborgan insonsan, shundingmi? Nafsing uchun. Xudbinliging uchun shuncha ishlarni qilding. Uyat senga. Sen bolalarimga umuman arzimaysan. Sen jinni odamsan. Ularni hech kim senga berib qo'ymaydi bolalarini. Tushundingmi? Mayli, ko'ramiz. Men bolalarimni berib qo'ymayman. Uni sendan hech kim so'ramaydi. Men siz bilan yashamayman. Hali qon yig'lab yalinasiz-ku. Qara-ya, shuncha qon yig'latganing yetmabdimi? A? Qonga to'yasanmi sen? Siz yig'latdingiz meni qon qilib. Sen o'zing qilgan mehnatlaringning samarasini olding. Nima ekkan bo'lsang, shuni hosilini olding. Tushundingmi? Men ham insonman. Menga ozgina bo'lsa ham mehr, e'tibor kerak edi. Qarang, e'tibor bermabman. Siz bera oldingizmi shuni? Ayb menda. Qarz ikki qo'ldan chiqadi. Xotin bo'lib sen nima qilding? Kelganimda uxlaysan. Ketganimda uxlaysan. E'tibor berdingmi? Nuqul shubha gumon bilan yashading. Mana oxiri niyatingga yetding. Erkak kishi qachon ko'chadan mehr topib, mehr axtaradi. Qachonki uyda mehr bo'lmasa, e'tiborni ko'chadan qidiradi. Uyda e'tibor bo'lmagandan keyin nuqul ishonchsizlik, nuqul shubha. Telefonimni kovlading. Hammadan qizg'anding. Singlimi yaqin dugonasidan qizg'anding. Ishxonaga borib, ofitsiantlarni nima qilding? Bugalterdan qizg'anding. Mana yurish kerak bo'lsa yurdim. Sendan zo'ri bilan yurdim. Tushundingmi? Sizdan nafratlanaman. Go'yoki seni yaxshi ko'rib o'lib qolyapman. Ahmoq, befahm. Bilganingni qil.